saodatning sabablari. Birinchisi fikr qil, shukr qil. Fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'ylan. Kallangni band qilib turgan hamma narsani bir chekkaga surib tasha. Haqqing bor, esdan chiqar, qarzing bor, uni ham uni, darding bor. Xullas, hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa choring yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukur ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara, birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Robbimiz subhanahu va taolo, ustinglardagi ne'matlarni sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar.